Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat yo'llari kun sanasi 13-aprel 2025-yil yakshanba do'stlar. Kanalga obuna qo'yamiz. Videoda kamchiliklarimizni oldindan so'raymiz. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya beraman do'stlar. Sigirlarning narxlarini tanishamiz. Hurmatli do'stlar, bozordan 500 metrlar pastga tushganda yangi qurilishlar do'koni ochildi do'stlar. O'smat bo'yicha eng arzon do'konlardan bittasi. Xohlaganingizni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Xohlagan tovarlaringizni ham topishlaringiz mumkin do'stlar. Kafel deysiz, xohlagan turdagi tovarlar bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunarli bo'ladi do'stlar. Sotildimi bu? Nechinchi bo'lasizmi? Ha? 4-chi bola ekan do'stlar. Bolasi unajmi, novosmi? Sütü qancha bunun? Ha? 15. 15 de sütü var deyapti. Necha pul so'rayapti? 19 milyon 700 ming so'm so'rayapti ekan. Sigir bor ekan. Buning nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi novosmi, unajmi? Bolasi. Novosi. Novosi. 26. Qancha? 10 ta. 10 litr sütü var ekan. 26 milyon so'm bozor so'rayapti. Aytilishi qancha aytilishi? 30 kam bor ekan. 10 tadan 20 ta süt varmı ya? 10 ta süt varmı? Hozircha 10 ta süt beryapti ekan. Sigirda 19 milyon 200 so'rayapti ekan. Bolasi urg'ach ekan. Birinchi bola mana. Shuni qarang. Realni so'ladi. Yigirmada tepasi kam. Bo'ladi ekan buni. Havosimi unajmi? Qancha sütü var? Necha pul so'rayapti? 19 milyon so'm so'rayapti ekan. 5-6 litr sütü var ekan. Qo'li bo'lgan. Realni 19 milyon 800 ga sotildi. Birinchi bola ekan. Bolasi unajmi? Yana bolasi. Ondaylar rapid. Bolasi? Nechinchi bolasi? Bu 3-chi bolasi aka. Unajmi? Bo'lsa-mi? Rachi bu. Unajmi. 5-chi bolasi ekan. Sütü qancha? Aka 12 ta. 12 litr sütü var ekan. Necha pul so'raysiz? 27,5 qildi. 27,5. Aytilish qancha bo'ladi? 30 bo'lyapti. 30 kam bor ekan. 27,5 ming so'radi. Sigirdan ko'ramiz. Nechinchi bolasi ekan buni? Ikkinchi bolasi novosi. Sütü qancha? 10 litr sütü var ekan. Necha pul so'rayapti? 26 milyon so'm so'rayapti ekan. To'rtinchi bolasi ekan. Bolasi onajmi? Novosimi? Novosi ekan. Sütü qancha? 5 litrdan 10 litr sütü var ekan. Necha pul so'rayapti? Necha pul so'rayapti? 20 milyon so'm so'rayapti ekan.
Endi beringlar, Farhat, bo'ldi endi bering. Bering uni. Zavarning lekin barakat ovoyisi. Lekin To'rt tash bering menga. Nechi pul so'rayapti? Bo'ldimi? 17 million so'm so'rayapti. Bo'ldi. 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 Bolasi erkak urg'achi? O'g'ilsimi? Sen buni yemaversinmi bu? Qanchasi bor ekan? Mahmud Siti. Mahmud Tiyi. Nechinchi bola ekan buni aytdingizmi? Ikkinchisi Ikkinchi bola ekan. 17 so'ralayapti. 17 million so'm so'rayapti ekan. bu barakali bo'lsa bir mayli siz uchun arzon berdim deb Sutini nechta deyapti? Tomonda kuni kecha 18 ga sotdim. Shu tomon. Shu ekavi uchun. Azman tashqari. Suti necha ekan aka? Ha? Suti. Bilmayman. Suti bir 5 litrlar bo'lsa kerak. Men endi olmoqchiman. 3 litr. Olmoqchim bo'lyapti. Ya shuni aytayman, baribir so'raysiz-ku, nechta suti bor deb. 3 litr suti bor. 3 litr atrofida suti bor ekan. Uzoq qo'yib bermayman. Emas, bu yoqda. Birinchi bolasi o'xshaydi. Birinchi bolami? O'g'ilsimi, o'g'ilmi? kishi bola ekan. O'g'ilsi ekan. Qancha suti bor? Ha? 4 litr suti bor ekan. Nechi pul so'rayapti? 17 million so'm so'rayapti ekan. Ikkinchi bola ekan. O'g'ilsimi, o'g'ilmi? O'g'ilsi. O'g'ilsi ekan. Qancha suti bor? 14 litr. Suti qancha deyman? 5 litr suti bor. 14 million so'rayapti ekan. 5 litr suti bor ekan. Neyse poşet pajak. Ne bakalım? Ya soğuralım. Bak kül gözünüz. Kül uğramış. Qo'shimga gapirdim. Endi beraylik. Birdan aytganda bo'lsin. 700 ming qo'shiladi do'kon Islomobodda bor. Yerdan chiqdi. Qaysi bir savdo o'ylaydi? Voy, ularga qaraman. Voy, yasham bu. Berey chiqmadi ekan. Berey. Qo'shma yasham bu. Bir so'm qo'shma. Qo'shgandan bo'la. Bir so'm qo'shmaysizmi? Bir so'm. Ming so'm qo'shsa olsin. Kim? Bir so'mmi? Qo'sholmaydi. Berey. Nechiga chiqdi? 11 million 400 ga chiqdi bo'lsa. Nechinchi bola? Charchamaysiz ekan. Birinchi bolasini o'zi ham tanimaydi. Birinchi bola. Meni tanimayman-da. Ha, bo'lsa. Ko'rmay qoldim. Bola aka? Ikkinchi bola ekan. Bolasi nima? O'g'ilsimi, o'g'ilmi? O'g'ilsi ekan. Suti qancha? Nechi pul so'rayapti? 15 million so'm so'rayapti. 8 litr suti bor deyapti. Yaxshi sigir ekan. Bo'g'ozmi aka, boqilganmi? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz sigir ekan. Nechinchi bolaga? 2 tug'ilgan ekan do'stlar. 3-chi bolaga bo'g'oz ekan. Nechi pul so'rayapti aka buni? Nechi pul so'rayapti deyman? 16 million so'mga boryapti ekan. Necha yarim qilay? 13,5 million so'm so'rayapti ekan. Bolasi 10 na? 10. Nechinchi bola? Birinchi bola Birinchi bolasi. Suti bormi yo'qmi hozir? Suti bor. 3 litr suti bor. 3 litr suti bor ekan do'stlar. Mana xolos. Mana. Mana egalar. Nechinchi bola ekan uni? Ikkinchi bola ekan do'stlar. Bolasi 10 na? Suti qancha? Suti qancha ekan deyman? Aytmayapti. 2 litr bor deydi. 2 litr atrofida bor ekan. Nechi pul so'rayapti? 11 million 400 ga bermaydi. 11 million 400 ming so'mga berilmayapti. Nechi pul oldu bu sigir? 15 milyon 800. Bakılganda 15 milyon 800 olsa bakılgan sigir ekan. Boğaz mı sigir? Bakılganda Yo'q, bakılmagan. Yemaganda. yemeganda. Nechi pul so'rayapti? 14 ga bermadik ekan. 14 milyon so'mga berilmayapti ekan. Eshitib olgan bu?
iltimos qilaman. Nechi pul so'raydi buni? 10,5 so'raydi. Bozmi yo? Yo'q, yo'q. Bu so'raydi kerak. 10,5 million so'm so'raydi kerak. Nechi tug'on bu? 2 tug'on. Tug'on. 35 peka, 35 anavi. Nechi tug'on bu? Nechi pul so'rayapti? Nechi pul so'rayaptimi? 14 million 800. 14 million 800 so'rayapti ekan. Sigirda. Mana. Bo'ylari biri 30 shotroq. Mana ko'rishchi. Nechi pul so'raydi buni? Normal chashmaydi. 14 million so'm so'rayapti ekan. Yosh sigir ekan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat Moltoy bozori. Kun sanasi 13-aprel 2025-yil. Kanalga obuna bo'lsangiz, like bosamiz do'stlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan so'raymiz. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishlaringizni so'rayman do'stlar. Buni ajinlarni narxlarini tanishamiz.